rak bo'lsangiz, saraton bo'lsangiz, sotasizmi o'shani keyin? Sotasiz. Saraton bo'lsangiz, sotasiz. Lekin u saratonni yaxshi qila olmaysiz siz. O'sha tilloni bir chemadani bilan ham yaxshi qila olmaysiz. O'sha pozdno o'sha. Lekin hozir qaltiramasdan sal endi boshlangandir, hozir u sog'liqni o'ylab turib, sog'liqqa xarajat qilsangiz o'sha pul, bir chemadon sog'liq yutib olgan bo'lasiz. Vaqtida qilishlik. Undan keyin bir chemadon tilla xarajat qiling ham, uni o'rnida bo'lib kelmaydi baribir. Buni bilasizmi, kimlar biladi? Mana hozir saraton bo'lib turib xarajat qilayotganlar bular. Deyapti hozir bular. Deyapti hozir eshitib. Qani edi deyapti. Mana shu Karimov menga 5 yil, 10 yil oldin aytganda edi bu gap deydi. Boshqacha bo'lardi. Yo'q, qilmassiz. Karimov sizga 10 yil oldin aytganda, bilasizmi nimaga? Hozir mana ko'rib turganlar qilmaydi-da. Bular saraton bo'lgandan keyin odamzod shunaqa. Oxiratda Xudoning oldiga odamlar bilasizmi, shunaqa nima bor-ku, o'sha aytayotganda odamlar. Qiyomat kuni. Bizani qaytar. Bir kun bo'lsa ham qaytar. Biz shunaqa ibodat qilamizki, ekan. Payg'ambarlaring hattoki unaqa ibodat qilmaydi ekan, azob zo'ridan. Yo'q, Alloh aytar ekan, o'sha qilmay ekan ular baribir. Qaytaradi endi, u isiga kelmaydi narsa. Qilmaydi ekan odam. Salomat bo'linglar.